Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gaz yetkazib berish bilan bog'liq to'lov bekor bo'lgani va 1 avgustdan boshlab kommunal to'lovlar, gaz hisob kitobi, qarzdorlik, hisoblagich ko'rsatkichlari va iste'molchi huquqlarida qanday o'zgarishlar bo'lishi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir xonadon, har bir tadbirkor, har bir gazdan foydalanadigan fuqaro uchun muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha yoki e'tiborsizlik sabab odam ortiqcha pul to'lashi, qarzdor bo'lib qolishi yoki gaz ta'minotida muammoga duch kelishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgardi? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Qaysi holatlarda qo'shimcha to'lov talab qilinmasligi kerak? Qaysi holatlarda esa iste'molchining o'zi hujjat tayyorlab murojaat qilishi zarur? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday amaliy ma'lumotlar sizga ham yaqinlaringizga ham kerak bo'ladi. Avvalo masalaning tubiga tushib olaylik. Odamlar orasida eng ko'p tarqalayotgan savol shunday: gaz yetkazib berish to'lovi bekor bo'ldimi? Demak, endi gaz uchun umuman pul to'lanmaydimi? Yo'q, bunday emas. Bu yerda gap gazning o'zi uchun to'lov haqida emas. Balki gazni iste'molchiga yetkazib berish, hisob kitob qilish, ayrim xizmat xarajatlari yoki qo'shimcha undirilishi mumkin bo'lgan to'lovlar haqida ketmoqda. Ya'ni fuqaro gaz ishlatsa, hisoblagich qancha ko'rsatsa, amaldagi tarif bo'yicha asosiy gaz to'lovi saqlanib qoladi. Bekor bo'lgan yoki o'zgargan jihat esa odamlarning hisobida alohida ko'rinishi, tushunarsiz qarzdorlik sifatida chiqishi yoki xizmat to'lovi sifatida undirilishi mumkin bo'lgan ayrim qo'shimcha bandlar bilan bog'liq. Oldin ko'pchilik fuqarolar shunday vaziyatga duch kelgan. Uyida gaz hisoblagich bor. Oyma-oy ko'rsatkichni topshirgan yoki avtomatik tizim o'zi olgan, to'lovni qilgan. Lekin shaxsiy kabinetga kirsa yoki to'lov ilovasida qarasa, asosiy gaz qarzidan tashqari yana boshqa summa chiqib turadi. Masalan, kimdadir 2000 so'm, kimdadir 15000 so'm, kimdadir 3000 so'm. Odamlar hayron. Men gaz pulini to'laganman, bu yana nima? Ana shu joyda ko'p tushunmovchiliklar kelib chiqardi. 1 avgustdan boshlab asosiy e'tibor shunga qaratilyapti. Iste'molchidan aniq, qonuniy va asoslangan to'lovlargina undirilishi kerak. Agar xizmat haqi bekor qilingan bo'lsa yoki uning hisob-kitob tartibi o'zgargan bo'lsa, tashkilotlar fuqarodan eski tartib bo'yicha pul talab qilmasligi kerak. Boshqacha aytganda, oddiy odam uchun eng muhim xulosa shuki, gaz uchun to'lovni davom ettirasiz. Lekin tushunarsiz qo'shimcha to'lovlar chiqsa, uni tekshirtirishga, izoh talab qilishga va asossiz bo'lsa, qayta hisob-kitob qildirishga haqqingiz bor. Avvalgi tartibda ko'p hollarda iste'molchi gazdan qancha foydalangan bo'lsa, shuncha hajm uchun to'lov qilar edi. Lekin amaliyotda hisoblagichni tekshirish, gaz tarmog'iga ulash, qayta ulash, qarzdorlik sabab uzilgan bo'lsa tiklash, texnik xizmat yetkazib berish bilan bog'liq ayrim bandlar odamlarga alohida xarajat bo'lib tushardi. Ba'zan bu xarajatlar aniq tushuntirilmasdan umumiy qarzdorlik ichiga qo'shilib ketardi. Natijada odam gazning narxini, xizmat narxini, jarimani va qayta hisob-kitobni bir-biridan ajrata olmay qolardi. Endi esa tartib yanada shaffof bo'lishi kerak. Iste'molchining shaxsiy hisob varag'ida qaysi summa nima uchun yozilgani aniq ko'rinishi, qo'shimcha undirilayotgan pulning huquqiy asosi bo'lishi. Eskirgan yoki bekor qilingan bandlar bo'yicha yangi qarzdorlik yozilmasligi kerak. Agar 2 avgustdan keyin sizning hisobingizda gaz yetkazish yoki shunga o'xshash nom bilan qo'shimcha to'lov chiqsa, birinchi navbatda vahimaga tushmang. Uni darhol to'lab yuborishdan oldin tekshiring. Bu eski qarzdorlikmi, texnik xizmatmi, jarimami, qayta hisob-kitobmi yoki haqiqatan ham bekor qilingan to'lovning noto'g'ri aks etishimi? Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Faraz qilaylik, bir oilada oy davomida 120 kub metr gaz ishlatilgan. Tarif shartli ravishda 1 kub metr uchun 6000 so'm deb olsak, asosiy to'lov 2000 so'm bo'ladi. Bu gazning o'zi uchun to'lov. Endi ilovada yana 12000 so'm qo'shimcha band chiqdi. Agar bu band gaz yetkazish to'lovi sifatida ko'rsatilgan bo'lsa va amaldagi tartib bo'yicha u endi undirilmasligi kerak bo'lsa, iste'molchi undan izoh talab qiladi. Lekin agar bu 12000 so'm oldingi oyda hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgani sabab qayta hisob-kitob bo'lsa, unda bu boshqa masala. Demak, har bir summaning kelib chiqishini alohida tekshirish kerak. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, gaz uchun asosiy to'lov bekor bo'lgani yo'q. Uyda ovqat pishirilsa, isitish tizimi gazda ishlasa, issiq suv qozoni gazda yonsa, hisoblagich aylansa,
bu iste'mol hisoblanadi va to'lanadi. Shuning uchun gaz yetkazish to'lovi bekor bo'libdi, demak to'lamasak ham bo'ladi degan gap noto'g'ri. Aksincha, shunday noto'g'ri tushuncha sabab odamda qarzdorlik yig'ilib qolishi mumkin. Ikkinchi muhim narsa, sizdan talab qilinayotgan har qanday qo'shimcha pul bo'yicha izoh so'rashga haqqingiz bor. Iste'molchi oddiy fuqaro bo'lsa ham, u men tushunmadim, shuning uchun to'layveraman deyishga majbur emas. Gaz ta'minoti tashkilot sizga qaysi davr uchun, qaysi xizmat uchun, qaysi hujjat asosida pul yozilganini tushuntirish kerak. Agar tushuntirish og'zaki bo'lsa, siz yozma yoki elektron javob so'rashingiz mumkin. Uchinchi jihat, eski qarzdorlik bilan yangi tartibni aralashtirmaslik kerak. Agar odam 1 avgustgacha gazdan foydalangan, lekin to'lamagan bo'lsa, bu qarz o'z-o'zidan yo'qolib ketmaydi. Yangi tartib kelgani oldingi haqiqiy gaz iste'moli uchun qarzni bekor qilmaydi. Masalan, siz iyun va iyul oylarida jami 300 kub metr gaz ishlatdingiz, lekin pulini to'lamadingiz. 1 avgustdan ayrim qo'shimcha to'lovlar bekor qilinsa ham 300 kub metr gaz uchun qarzingiz saqlanadi. Bu juda muhim. 4-jihat, hisoblagich ko'rsatkichi eng asosiy dalildir. Agar uyingizda zamonaviy hisoblagich bo'lsa, tizim ko'rsatkichni avtomatik olishi mumkin. Agar eski turdagi hisoblagich bo'lsa, ko'rsatkich noto'g'ri kiritilishi, kechikishi yoki o'qilmasligi mumkin. Shuning uchun har oy oxirida hisoblagichni suratga olib qo'yish odatiy juda foydali. Suratga sana ko'rinadigan qilib saqlang yoki telefon galereyasida saqlangan sanasini yo'qotmang. Keyin bahs chiqsa, men taxminan shuncha ishlatgan edim demaysiz. Aniq dalil ko'rsatasiz. Hisobida tushunarsiz qarzdorlik chiqqan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, siz har oy to'lovni qilasiz, lekin baribir qarz kamaymayapti yoki aksincha ko'payib boryapti. Bunday holatda mayli, keyin aniqlarman deb yurish xavfli. Chunki qarzdorlik ko'payib ketsa, tizimda cheklov paydo bo'lishi, ogohlantirish kelishi, hatto gaz ta'minotini vaqtincha to'xtatish masalasi ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda darhol shaxsiy hisobingiz bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Ikkinchi toifa, uyini yaqinda sotib olgan yoki ijaraga ko'chib kelgan odamlar. Ko'p holatda yangi yashovchi eski egasidan qolgan qarzni kech bilib qoladi. Masalan, odam kvartira sotib oldi, hamma hujjatni rasmiylashtirdi, keyin gaz ilovasiga qarasa 400 ming so'm qarz turibdi. Endi savol tug'iladi. Bu qarz kimniki? Agar qarz oldingi davrga tegishli bo'lsa, oldi-sotdi paytida dalolatnoma, hisob-kitob ma'lumotnomasi, hisoblagich ko'rsatkichi yozib qo'yilgan bo'lishi kerak edi. Shuning uchun uy olayotgan yoki ijaraga kirayotgan odam gaz, elektr, suv, issiqlik bo'yicha albatta nol qarzdorlik ma'lumotini tekshirish kerak. Uchinchi toifa, gaz hisoblagichi ishlamay qolgan. Plombasi shikastlangan yoki ko'rsatkichi o'qilmaydigan xonadonlar. Bu eng nozik masala. Agar hisoblagich ishlamasa, tashkilot sizga o'rtacha iste'mol yoki belgilangan me'yor bo'yicha hisob yozishi mumkin. Ba'zan bu real iste'moldan yuqori chiqadi. Masalan, siz amalda oyga aqamiz kub metr ishlatgansiz, lekin hisoblagich muammosi sabab sizga 200 kub metr bo'yicha hisob yozilishi mumkin. Shuning uchun hisoblagichdagi har qanday muammoni kechiktirmasdan xabar qilish kerak. 4-toifa, kichik tadbirkorlar, do'kon, oshxona, nonvoyxona, issiqxona, servis shoxobchasi egalari. Aholi uchun tartib bilan tadbirkorlik subyektlari uchun tartib bir xil bo'lmasligi mumkin. Tariflar, shartnoma shartlari, texnik ulanish, bosim talabi, limit oldindan to'lov, qarzdorlik bo'yicha choralar farq qiladi. Shuning uchun tadbirkorlar shartnomani alohida ko'rib chiqishi, hisob faktura yoki elektron hisobotdagi har bir bandni tekshirishi zarur. Agar sizda hisoblagich to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, har oy to'lovni vaqtida qilsangiz, shaxsiy hisobingizda faqat iste'mol qilingan gaz summasi ko'rinsa va tushunarsiz qo'shimcha band bo'lmasa, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Siz oddiy tartibda hisoblagich ko'rsatkichini kuzatasiz, to'lovni amalga oshirasiz. Kvitansiya yoki elektron chekni saqlaysiz. Masalan, xonadoningizda iyul oyida 9000 kub metr gaz ishlatildi. Siz to'lov ilovasida aynan shu hajm uchun hisoblangan summani ko'rdingiz va to'ladingiz. Avgust oyida esa yana yangi iste'mol bo'yicha hisob keldi. Hech qanday yetkazish, xizmat, qo'shimcha undirim kabi noaniq bandlar chiqmagan. Bunday holatda sizda katta muammo yo'q. Faqat muntazam nazoratni davom ettiring. Shuningdek, agar sizda eski qarzdorlik bo'lsa, lekin uning nimadan iboratligini aniq bilsangiz, masalan, qish mavsumida ko'proq gaz ishlatgansiz va hali to'lab tugatmagansiz, bu ham alohida tushunarsiz holat emas.
Lekin baribir qarzni bo'lib to'lash imkoniyati. Penya yoki cheklovlar bo'yicha tashkilotdan ma'lumot olish foydali. Birinchi misol, oddiy oilaviy xonadon. Toshkent viloyatida yashaydigan oila o'yiga yoz mavsumida G'artamda 6 kub metr gaz ishlatadi. Chunki faqat ovqat pishirish va suv isitish bor. Qishda esa isitish tizimi sabab 2400 kub metrgacha chiqishi mumkin. Avgust oyida ularning hisobida 2 kub metr uchun to'lovdan tashqari yana O'rinbeki 1000 so'm qo'shimcha band chiqdi. Ular darhol to'lab yubormasdan gaz ta'minoti bo'limiga murojaat qilib, bu summa nima uchun yozilganini so'raydi. Javobda bu eski texnik xizmat bo'yicha noto'g'ri qolib ketgan band ekani aniqlansa, qayta hisob-kitob so'raladi. Agar bu haqiqatan oldingi davrdan qolgan asosli qarz bo'lsa, hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Ikkinchi misol. Hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan. Fuqaroning hisoblagichi indikib dartmakni kub metrni ko'rsatib turibdi, lekin tizimga indikib pakiz ko'tim deb kiritilgan. Farq 306 kub metr. Agar tarif 6 ming so'm bo'lsa, bu 234 ming so'm ortiqcha hisob degani. Odam buni ko'rmay, to'lab yuborsa pul ketadi. Keyin qaytarish yoki keyingi oyga o'tkazish uchun vaqt, ariza, tekshiruv kerak bo'ladi. Shuning uchun har oy hisoblagichni tekshirib, ilovadagi ko'rsatkich bilan solishtirish shart. Uchinchi misol, ijarachi bilan uy egasi o'rtasidagi muammo. Uy egasi kvartirani ijaraga berdi. Ijarachi 6 oy yashadi, gazdan foydalandi. Lekin oxirgi 2 oy to'lamadi, keyin chiqib ketdi. Uy egasi qarasa 280 ming so'm qarz bor. Bunday holatda gaz tashkiloti uchun xonadonning shaxsiy hisob raqami muhim. U qarzni mulk bilan bog'liq hisobda ko'radi. Shuning uchun uy egasi ijarachi bilan shartnomada kommunal to'lovlar kim tomonidan, qachon va qanday tasdiq bilan to'lanishini yozib qo'yishi kerak. Har oy chek so'rash odatiy tartib bo'lishi kerak. 4-misol. Tadbirkor oshxona ochgan. Oshxonada gaz, plita, tandir yoki qozon ishlaydi. Aholi xonadondagidan ko'ra iste'mol ko'proq va tijorat tariflari boshqa bo'lishi mumkin. Tadbirkor qo'shni uyda bunday to'lov yo'q ekan deb solishtira olmaydi. Chunki foydalanish turi boshqa. Lekin u ham har bir band bo'yicha hujjat va asos so'rashga haqli. Shartnomada ko'rsatilmagan, qonuniy asosi tushuntirilmagan to'lov bo'lsa, yozma murojaat qiladi. Bu mavzuda eng katta xatolik shuki, odamlar bir yangilikni hamma vaziyatga bir xil qo'llaydi. Aslida unday emas. Gaz yetkazib berish bilan bog'liq ayrim to'lov bekor bo'lishi boshqa to'lovlarning hammasi bekor bo'ldi degani emas. Masalan, noqonuniy yo'lanish aniqlansa, hisoblagichga aralashuv bo'lsa, plomba buzilgan bo'lsa, xavfsizlik qoidalari buzilsa, bu alohida javobgarlik masalasidir. Bunday holatlarda katta summa qayta hisoblanishi yoki jarima qo'llanishi mumkin. Yana bir nozik jihat, qayta ulash masalasi. Agar iste'molchi qarzdorlik sabab gazdan uzilgan bo'lsa, keyin qarzni to'lagach ta'minotni tiklash tartibi mavjud. Bu yerda ham hamma xizmatlar bepul bo'libdi deb o'ylash noto'g'ri bo'lishi mumkin. Qaysi xizmat bepul? Qaysi biri shartnoma yoki texnik ish talab qiladi? Buni amaldagi hujjatlar bo'yicha aniqlash kerak. Lekin har qanday holatdan pul talab qilinsa, sizdan uning aniq nomi, miqdori va huquqiy asosi ko'rsatilishi kerak. Hisoblagichni yechish va tekshirish ham alohida mavzu. Agar hisoblagich metrologik tekshiruvdan o'tish kerak bo'lsa, uni kim yechadi, kim olib boradi, qancha muddatda qaytariladi, tekshiruv vaqtida iste'mol qanday hisoblanadi? Bularning hammasi oldindan aniqlashtirilishi kerak. Aks holda odam bir oy keyin kutilmagan hisob-kitobni ko'rib hayron bo'ladi. Yana bir ko'p uchraydigan holat, ilovada yoki terminalda ko'rsatilgan ma'lumot kechikib yangilanadi. Siz bugun to'lov qildingiz, lekin tizimda qarz ertaga yoki 2 kundan keyin kamayishi mumkin. Shu sababli chekni darhol o'chirib yubormang. Elektron chek bank ilovasidagi kvitansiya, SMS tasdiq, to'lov raqami saqlansin. Agar tizim yangilanmasa, aynan shu chek orqali murojaat qilasiz. Pitfall, ya'ni ko'pchilik sezmaydigan xavf shuki, odam qarzdorlikning kelib chiqishini tekshirmasdan qisman to'lov qilib yuradi. Masalan, hisobda 500 ming so'm turibdi. Odam har oy 100 mingdan to'laydi. Lekin aslida uning 200 ming so'mi noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Agar vaqtida e'tiroz bildirmasa, keyin masalani isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun katta yoki tushunarsiz summa chiqsa, avval aniqlashtiring, keyin to'lov qiling. Endi eng kerakli kesim. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, shaxsiy hisob raqamingizni tekshiring. Buni gaz ta'minot tashkilotining rasmiy elektron xizmatlari, to'lov ilovalari yoki hududingizdagi mijozlar bo'limi orqali qilishingiz mumkin. Shaxsiy hisobda umumiy qarz emas,
Uning tarkibini ko'rishga harakat qiling. Qaysi oy uchun qancha kub metr, qanday tarif, qanday qo'shimcha band borligini yozib oling. Ikkinchi qadam, hisoblagich ko'rsatkichini solishtiring. Bugungi ko'rsatkichni suratga oling. Ilovadagi oxirgi ko'rsatkich bilan taqqoslang. Agar farq mantiqan to'g'ri bo'lsa, yaxshi. Agar tizimdagi ko'rsatkich sizning real ko'rsatkichingizdan yuqori bo'lsa, darhol murojaat qiling. Murojaatda shunday yozish mumkin. Mening xonadonim bo'yicha shaxsiy hisob raqamida aks etgan gaz hisoblagich ko'rsatkichi amaldagi ko'rsatkichga mos kelmayapti. Qaytasi tekshirish va hisob kitobini to'g'rilashni so'rayman. Bunga hisoblagich surati, manzil, telefon raqami. Shaxsiy hisob raqamini ilova qiling. 3-qadam, tushunarsiz qo'shimcha to'lov bo'lsa, yozma izoh talab qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Bu nima desangiz, kimdir shunaqa chiqibdi deb javob berishi mumkin. Siz esa aniq so'rang. To'lov nomi nima? Qaysi davr uchun, qaysi me'yoriy hujjat asosida, hisoblash formulasi qanday? Bekor qilingan to'lov bo'lsa nima uchun saqlanib turibdi? Shunday savollar masalani tezroq aniqlashtiradi. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Sizga odatda pasport yoki ID karta ma'lumoti, xonadon manzili, kadastr yoki mulk hujjati nusxasi, shaxsiy hisob raqami, hisoblagich raqami, hisoblagichning oxirgi ko'rsatkichi surati. Oxirgi to'lov cheklari kerak bo'lishi mumkin. Agar siz ijarachi bo'lsangiz, ijara shartnomasi yoki uy egasining roziligi talab qilinishi mumkin. Agar tadbirkor bo'lsangiz, shartnoma, stir obyekt manzili, hisob fakturlar va oldingi to'lovlar kerak bo'ladi. 5-qadam, murojaatni 2 yo'l bilan qiling. Elektron va yozma. Elektron murojaat tez, lekin ba'zan javob kechikishi mumkin. Yozma murojaatni esa ro'yxatdan o'tkazib, kirim raqamini oling. Kirim raqami juda muhim, chunki keyin murojaat qilmagan ekansiz degan gap bo'lmaydi. Murojaat sanasi, raqami, kim qabul qilgani, javob muddati hammasini yozib qo'ying. 6-qadam, agar sizga asossiz to'lov yozilgan deb hisoblasangiz, qayta hisob kitob talab qiling. Talabingiz aniq bo'lsin. Falonchi davr uchun hisoblangan falon summa bo'yicha asoslovchi hujjatlarni taqdim etishingizni yoki asossiz qismi bo'yicha qayta hisob kitob qilishingizni so'rayman. Hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Meni aldashyapti deb yozishdan ko'ra, ko'rsatkich 1002 bexrus bo'lgan, tizimda 1002 ko'rsatilgan, farq 300 kub metr, qayta tekshirishni so'rayman deyish samaraliroq. 7-qadam, to'lov qilganda izohga e'tibor bering. Ba'zi ilovalarda to'lov qaysi xizmatga ketayotgani ko'rinadi. Agar faqat umumiy qarz yopilsa, keyin qaysi band yopilgani noaniq bo'lishi mumkin. Shuning uchun katta summalarda avval tashkilotdan qarz tarkibini oling, keyin to'lov qiling. Ayniqsa eski qarz, penya, qo'shimcha xizmat, asosiy gaz to'lovi aralashib ketgan bo'lsa, bu juda muhim. 8-qadam, uy sotib olayotganda yoki sotayotganda alohida ehtiyot bo'ling. Oldi sotdi kuni hisoblagich ko'rsatkichini suratga oling. Kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot oling. Shartnomada yoki topshirish qabul qilish dalolatnomasida gaz hisoblagich ko'rsatkichi yozilsin. Bu keyingi tortishuvlarning oldini oladi. 9-qadam, qo'shnilar aytgan gapga emas, o'zingizning shaxsiy hisobingizga qarang. Bir mahallada 2 xonadonning holati boshqa bo'lishi mumkin. Bittasida hisoblagich yangi, boshqasida eski. Bittasida qarz yo'q, boshqasida oldingi davrdan qolgan qarz bor. Bittasida faqat ovqat pishirish, boshqasida istishham gazda. Shuning uchun qo'shinda bunday chiqmagan. Demak, menda ham bo'lmasligi kerak degan xulosa har doim to'g'ri emas. 10-qadam, muammo hal bo'lmasa, yuqori tashkilotlarga murojaat qiling. Avval hududiy gaz ta'minoti bo'limi, keyin iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlari, kommunal soha bo'yicha mas'ul idoralar yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali murojaat qilish mumkin. Murojaatda hissiyot emas, hujjat, sana, raqam va summa bo'lsin. Shunda javob olish imkoniyati ancha oshadi. Birinchi savol, 1 avgustdan keyin gaz uchun pul to'lamasam bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Ishlatilgan gaz uchun to'lov saqlanadi. Gap asosiy iste'mol to'lovi haqida emas, ayrim qo'shimcha undirishlar va ularning tartibi haqida. Ikkinchi savol, hisobimda eski qo'shimcha to'lov turibdi. U avtomatik o'chadimi? Har doim ham avtomatik o'chmaydi. Tizimlarda kechikish, eski qoldiq, noto'g'ri band bo'lishi mumkin. Shuning uchun tekshirtirish kerak. 3-savol, men allaqachon to'lab yuborgan bo'lsam nima bo'ladi? Agar to'lov asossiz undirilgan bo'lsa, qayta hisob kitob talab qilish mumkin. Pulni qaytarish yoki keyingi to'lovlarga o'tkazish masalasi hujjatlar asosida ko'rib chiqiladi. Buning uchun chek va murojaat kerak.
To'rtinchi savol, gaz tashkiloti og'zaki to'laysiz desa, yetarlimi? Yo'q. Siz yozma asos so'rang. Qaysi xizmat, qaysi davr, qaysi tarif, qaysi ujrat asosida hisoblanganini bilishga haqqingiz bor. Beshinchi savol, hisoblagich ishlamasa, men aybdor bo'lamanmi? Har doim ham emas. Lekin siz muammoni vaqtida xabar qilmagan bo'lsangiz, vaziyat murakkablashadi. Hisoblagich to'xtaganini, oynasi singanini, plomba shikastlanganini ko'rsangiz, darhol rasmiy xabar bering. 6-savol. Qarzim bo'lsa, gazni uzib qo'yishadimi? Qarzdorlik bo'yicha ogohlantirish, muddat va amaldagi tartiblar mavjud. Eng to'g'ri yo'l qarzni yashirmaslik, tarkibini aniqlash va imkon bo'lsa, bo'lib to'lash masalasini kelishishdir. Bu o'zgarishlarning asosiy ma'nosi shaffoflikni oshirishdir. Kommunal sohada odamlar eng ko'p nimadan norozi bo'ladi? Birinchisi, nega buncha pul chiqdi degan savolga aniq javob ola olmaslikdan. Ikkinchisi, tizimdagi xatoni tuzatish qiyinligidan. Uchinchisi, eski tartibdagi tushunarsiz to'lovlarning saqlanib qolishidan. Agar yangi tartib to'g'ri ishlasa, iste'molchi nimaga pul to'layotganini aniq ko'radi. Tashkilot esa asossiz undirishlardan qochadi. Lekin har qanday o'zgarishda o'tish davri bo'ladi. Aynan shu davrda xatolar ko'proq uchrashi mumkin. Tizimlar yangilanadi. Eski qarzlar qayta tasniflanadi. Hududiy bo'limlarda xodimlar yangi tartibga moslashadi. Shuning uchun iyul-avgustdan keyingi birinchi oylar juda muhim. Bu davrda har bir iste'molchi o'z hisobini nazorat qilsa, ko'plab muammolar boshida hal bo'ladi. Men ekspert sifatida eng ko'p shuni tavsiya qilaman. Kommunal to'lovlarga xuddi bank hisobingizdek qarang. Bank artangizdan 20 ming so'm ortiqcha ichilsa, darhol tekshirasiz. Gaz hisobida ham shunday bo'lishi kerak. Mayli, kichkina summa ekan deb e'tiborsiz qoldirilgan 15 ming so'mlar bir yil davomida katta summaga aylanadi. Bundan tashqari masala faqat pulda emas, hisob-kitobning to'g'riligida. Demak, asosiy xulosa shunday. 1 avgustdan boshlab gaz yetkazib berish bilan bog'liq ayrim qo'shimcha to'lovlar bo'yicha tartib o'zgargan yoki bekor qilingan bo'lishi mumkin. Lekin bu gazning o'zi bepul bo'ldi degani emas. Siz ishlatgan gaz uchun to'laysiz. Lekin shaxsiy hisobingizda tushunarsiz qo'shimcha band, eski xizmat haqi, noto'g'ri ko'rsatkich yoki asossiz qarzdorlik chiqsa, uni tekshirtirishga to'liq haqqingiz bor. Bugundan boshlab 3 ta narsani odat qiling. Hisoblagich ko'rsatkichini suratga oling. To'lov cheklarining hammasini saqlang. Shaxsiy hisobdagi har bir bandni tekshiring. Agar tushunarsiz summa chiqsa, darhol yozma izoh va qayta hisob-kitob talab qiling. Bu sizni ortiqcha xarajatdan, kelajakdagi qarzdorlikdan va keraksiz yugur-yugurdan himoya qiladi. Sizning hududingizda 1 avgustdan keyin gaz hisobida qanday o'zgarish bo'ldi? Qo'shimcha to'lov chiqyaptimi yoki hammasi joyidami? Izohlarda yozib qoldiring, chunki odamlar bir-birining tajribasidan ham ko'p narsa o'rganadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'z haqini himoya qila oladi.